Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga armatura giplarimiz yetib keldi. Hozir bu armatura giplarimizni obzorini qilib tanishtirib o'taman akalar. Bu armatura gipimiz armaturalarni dumaloq ko'rinishga keltirib beradigan armatura gipimiz bo'ladi. Xohlasalaring 50 gradusga, xohlasalaring 60 gradusga, xohlagan graduslaringga bukib beradigan apparatimiz bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin bu yerlarda razmerlar yozilgan, xohlagan razmeriga qo'yib, bukib, aylantirib, xohlagan ishlarni bajarib beradigan armatura giplarimiz bo'ladi akalar. Xo'p, bu armatura gipimiz kompyutersiz qo'lda ishlaydigan bo'ladi akalar. O'chirib yoqadigan tugmachalari bo'ladi akalar. Ichini ko'rsatadigan bo'lsam, xo'p, ichidan motorlari ham ancha baquvvat, lentalari 3 talik qalin lentalardan bo'ladi akalar. Sxemalarini ham ko'rishlaring mumkin. Baquvvat, mustahkam sxemalardan bo'ladi akalar. Ichidan qo'shimcha nasatkalari chiqadi. Nasatkalarigacha qo'shib beradigan bo'lamiz akalar. Bu armatura gipimiz armaturalarni 5likdan 32likgacha xohlagan gradusga bukib beradigan armatura gipimiz bo'ladi. Bu armatura gipimiz kompyuterli bo'ladi akalar. Tugmachalarini ko'rishlaring mumkin. Tugma bilan boshqariladigan bo'ladi. O'chirib yoqadigan knopkalari, ichini ochib ko'rsatadigan bo'lsam akalar, ichidan pedollari chiqadi. Pedallari xohlasalaring kompyuterda, xohlasalaring pedalda ishlatsalaring bo'ladi. Motorini ko'rishlaring mumkin. Mis motor bo'ladi akalar. Lentalari ham 4 talik baquvvat lentalardan bo'ladi akalar. Bunga qo'shib beradigan nasatkalari bo'ladi akalar. Nasatkalarigacha qo'shib beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videomiz tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, buyurtma berishlaring mumkin. Yoki Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga kelib, bemalol xarid qilishlaring mumkin akalar. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmang.